Bosh miya. Bosh miyaning massasi 1020 grammdan 1970 grammgacha bo'lib, odam miya qutisi ichki qismida himoyalangan holda joylashgan. Bosh miyaning massasi bu odamning aqliy faoliyatini belgilab bermaydi. Bosh miya o'z navbatida ikkita qismdan iborat. Ya'ni bosh miya stvoli, ya'ni bosh miya ustuni hamda bosh miya yarim sharlari. Rasmda ko'rinib turibdiki, bosh miyaning ikkita qismi, ya'ni bosh miya yarim sharlari hamda uning ustun qismi, stvoli. Bosh miya ustuni, stvol qismi ham 5 ta qismdan iborat bo'ladi. Ya'ni bosh miyaning eng pastki qismida joylashgan miya bu uzunchoq miya hisoblanadi. Uzunchoq miya orqa miyaning davomi bo'lib, uning massasi katta odamlarda o'rtacha 7 gram, uzunligi esa 3-3,5 santimetrni tashkil qiladi. Uzunchoq miyaning pastki qismida orqa miya joylashgan bo'lsa, yuqori qismida esa miya ko'prigi joylashgan. Uzunchoq miya odamda nafas olish, qon aylanish markazlari joylashgan. Uzunchoq miyaning jarohatlanishi nafas olish yoki qon aylanish hamda yurakning to'xtab qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Uzunchoq miyaning ustki qismida esa miya ko'prigi joylashgan. Ya'ni 1 2. Miya ko'prigi muallif bo'yicha Varoliy ko'prigi deb ham nomlanadi. Miya ko'prigi yuqori tomondan o'rta miya bilan, pastki tomondan esa uzunchoq miya bilan chegaralangan. Uning orqa tomoni va yon atroflari esa miyacha bilan chegaralangan bo'ladi. Miya ko'prigida ko'z soqqasini harakatlantiruvchi uchlik hamda yuz nerv markazlari joylashgan. Miya ko'prigining ustida esa o'rta miya joylashgan. O'rta miya ham yuqori qismdan esa oraliq miya bilan chegaralangan. Pastki qismdan esa u miya ko'prigi bilan ulangan bo'ladi. O'rta miya sohasida ikkita oldingi va ikkita orqa tepaliklarni ko'rishimiz mumkin. Ikkita oldingi tepalikda postloq osti ko'rish markazi joylashgan. Ikkita orqa tepalikda esa postloq osti eshitish markazlari joylashgan. O'rta miyaning yuqori sohasida esa oraliq miya joylashgan bo'ladi. Oraliq miya. Oraliq miya o'z navbatida ikkita qismdan iborat bo'ladi. Ya'ni do'mboq osti soha hamda ko'rish do'mbog'i. Ko'rish do'mbog'i talamus deb atalsa, uning ostida joylashgan qism esa gipotalamus, ya'ni do'mboq osti soha deyiladi. Oraliq miya pastki tomondan o'rta miyaga, yuqorigi tomondan esa bosh miya yarim sharlarining oq moddasiga ostki tomonidan qoplangan holatda joylashgan bo'ladi. Miya stvolining 5-qismiga esa miyacha kiradi.